Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 4. Astana. Abbaq Xo'janing suiqasdga uchrab, qazo qilganlik xabari yetib kelishi hamon. Ordadagi bir qism yaqin, ishonchlik amirlar bilan oldin tayyorlik ko'rib qo'ygan Malika Muhtaram Xenim barliq cho'ng kichik orda arkanlarini Shohnishinga jiddiy kengashga chaqirdi. Dadisi İşan Xon Xo'janing qazo qilganlik xabarini anglagan Naib Xon Hasan Xo'ja taxtda mishildab o'tiradi. Beshiga o'rab qo'ygan oq sallasi bilan uchisidagi qora ranglik hozidor to'ni bir oz cho'nkib qolgandek ko'rinadi. Taxtning yeniga qo'yilgan shohona kursida o'tirgan Malika Muhtaram Xenim beshiga nepiz qora hil-hila ro'molni chumbal qilib selib olgan bo'lib, yig'lagan yoki yig'lamaganligini bilmaktas edi. Qora nimchisining ustidan bog'lab olgan oltin kameriga bugun nima uchundir ayni yillarda Sultan Abdullah Xon hadiya qilgan oltin sapli xanjarni esib olgan bo'lib, olayda ko'zga tashlanib turadi. Shu topda Malika Muhtaram Xenim oshu turqi bilan ayni yillardagi ordu muhofizatchilar qo'shinining amirlik mansibida o'tirgan vaqtidagi jasur qiyofatini esga soladi. Shohnishinga kengashga chaqirilgan amirlarning xeyli ko'p qismi Hidoyatulloh Ishonning musibatidan tegicha xabarsiz bo'lg'ashqa, Naib Xon Hasan Xo'ja bilan Malika Muhtaram Xenimning uchisidagi hozi kiyimini ko'rib, gangrab qilishgan edi. Xo'jazodining to'xtamay mishildab o'tirishidan biror kelishmaslikning yuz berganligini faraz qilishib, bir-biriga ma'nlik qarashadi. Janobiy amirlar deb söz başladı Malika Muhtaram Xenim barliq orda arkanlarining to'liq yig'ilib bo'lganligini ko'rib. Hammalarga ma'lumki, shu kunlarda buyuk saltantimizning beshiga orqa kelishmasliklar kelyotidi. Janobiy İşan Xon Xo'jam Jannat makon mazar podshohi buzrukvorimizning maqbarasini tavob qilish hamda sar mazar qurilishini ko'zdan kechirish muddaosida ostandan ayrilgandan keyin xuddi yer yutib ketgandekla 10 necha amir sipahbek g'oyib bo'lib ketdi. Ul amirlarning derikini tehicha olamay turgan vaqtimizda boshimizga yana bir ashaddiy balo qazoning kelganligidan xabar topdik. Janobiy İşan Xon Xo'jam hazratlari nama'lum savdogar siyoqida yosinib olgan do'zaxqa tuturuq bo'lg'ur qotillarning mikrlik suiqasdiga uchrab qazo qilibdi. Malika Muhtaram Xenim gapini davomlashtirolmay o'pkadab yig'layapti. Uningga agishib taxtda o'tirgan Naib Xon o'kirab yig'lig'inicha g'ozi ochdi. Bu g'oziga barliq orda arkanlari qetildi. Ah Murabbim, siz bilan kunduzning quyoshi o'chdig'i, kechining to'lini yetdig'i, saltanatning to'riki sundig'i, ojizangizning yurak bag'ri tilg'andig'i. Voy otam, ussam qanotim otam, yulansam tig'im otam, bo'lansam beshkim otam. Saltantimizning rahnamasi Abbaq Xo'jam, sulkimizning yo'lboshchisi İşan Xo'jam. Qaysi mal'un qasd qildi İşan Xon Xo'jam. Endi biz qandoq qilamiz İşan pirim? Shohnishimning ichi hozir qo'shoqlar bilan guruldaydi. Orda arkanlari bir-birining bo'yinlariga esilganicha o'zlarini yerga tashlaydi. Choch soqollarini yongdab tortib yig'laydi. Amirlarning osonliqcha bo'ldi qilmaydiganligini his qilgan Malika Muhtaram Xenim qora divanbekiga qarab qo'lini shiltidi. Malikaning maqsadini tushungan divanbegi hozir ichayotgan amirlarni vaqirab yurib, ming tasda to'xtatdi. Xapshuk! Janobiy amirlar sabr qilg'ay. Amirlar asta yig'idan to'xtadi. U yer bu yerdan o'pki degan, xirtildigan, mishildigan ovozlar anglanib turadi.
Balagı səvri, qaza rıza, dedi Məlikə möhtərəm xanım avazını vəzmin çıxırıb. Möhtərəm canabi əmirlər, səvr qıgay. Naib xan Həsən Xoca yığıdan toxtaydıgandək əməs idi. Məlikə möhtərəm xanım oğluğa көзінің quyruğida qarab qoyub, məhrəmlərə əmr qildi. Kelinglar, Naib xan alilərini qəsrga apırıb, aldan obdan xəbər ilinglar. Məhrəmlər Həsən Xocani yöyləşdirgənicə şahnişindan çıxıb getdi. Asta-asta esiga kelishgan əmirlər Məlikə möhtərəm xanımğa ancha e'tibor qilib ketmasdan Abbaq Xo'janing o'limi haqida muloyizaga tushib ketdi. Xon Xo'jamning qotilini tepishimiz kerak. Shundoq, ul mulhid mal'unlarni tutib kelib, qaynayotgan yoqqa besib jazolash kerak. Cho'qim soqiyachi murtatlarning qasdi bu. Rost aytdilar. Amir janoblari ul soqiyachi murtatlarga qilchilik sil-rahim qilmay 70 pushtig'icha qirib tashlayli. Qutbil ahtab, Abbaqxon Xo'jam. Ul soqiyachi to'ng'izlarga rahim shafqat qilganimizning jazosi bu. Abbaqxon Xo'jamdan bundoq oson ayrilib qolamiz demakdikanmiz. Dağda qaldiq mana. Saltanatimiz baş panohsiz qaldiq mana. Bunda qarab turavermayli, taqsirlarim darhol qo'limizga yaroq olayli. Lashkarlarni hozirlantirayli. Qashqarda Yahya Xo'jam bor emasmi? Yahya Xo'jam dargohiga berib, mushavirat qilayli. Bu gaplarni anglaverishga toqati qolmagan Malika möhtərəm xanımning sabri qachisi birdilla tashdi. Xapshuk, janobi amirlar. Gap bo'lsa, bir-birlab bayon qilinglar. Baş-baştaqlik qilguvchilar jasoqqa tortiladi. Amirlar taqtning oldida o'ri turgan Malika möhtərəm xanımga qarab, bir oz past qo'yga tushdi. Xon o'g'chi xanımga ma'lum bo'lg'ay, dedi bir amir oldiroq chiqib. Shu topda jannat makon Abbaqxon Xo'jamning qisosini ilish uchun tasarrufimizdagi barliq sulki isoqiya murtatlarini qilishdan o'tkazgaymiz. Boshqa amirlarmi bas-basda churqirashdi. Shundoq Qashqarga berib, cho'ng Xo'jazoda Yahya Xo'jam bilan bu xususda kengash qilgaymiz. Xon o'g'chi olilari xotirjam bo'lsinlar. Xon Xo'jamning qisosini ilib, pok ruhonatini amin topqizgaymiz. Kimki baş-baştaqlik qiladi ekan, o'limga mahkum. deb vaqirdi Malika möhtərəm xanım g'azab bilan qo'l shiltib. Xon Xo'jam Qashqarga minish oldida Vali ahdi Hasan Xo'jamni naib xon qilib saltanatga muakkal qilgan. Shu sababdan Qashqarga berib, cho'ng Xo'jazodam bilan saltanat ishlarini kengishish hojatsiz. Hozirdan boshlab xon yorliqini Hasan Xo'ja tushirdi. Yorliqqa bo'yin tavliq chiqquchilar, bo'yin tavliq qilguvchilar, marhum Ishon xon olilarining vasiyatiga qarshi chiqquchilar qatorida qattiq bir taraf qilinadi. O'g'o, shundoq, dedi dastlabda so'z qilgan amir ancha qoyil bo'lmay. Naib xon Xo'jam olilari texi kichik, saltanatning hudusdan chiqolmasmikin? Kelinglar. Marhum xon Xo'jamning vasiyatiga qarshi chiqib, naib xonga haqorat qilgan bunu adabsiz amirning kallasini ilinglar. deb vaqirdi Malika möhtərəm xanım. Shu hamon har ehtimolga qarshi Shohnishinning atrofini qurshab turgan o'rda muhofizachilar qo'shinining amiri Mirza Sultonbek bir to'p yasovullarni boshlab kirdida, heliqi amirni dorqiritib so'rgunicha chiqib ketdi. Shohnishinning ichi birdilla Go'riston jimjitligiga cho'mdi. Malika möhtərəm xanımning o'rdining oliy huquqini allaqachon qo'liga ilib bo'lganligini his qilgan Yahya Xo'ja tarafdorlari
Yahya Xo'ja tarafdoridagi amirlar kutilmagan bu dahshatdan as-hushini yo'qotishdi. Jannat makon piri buzurkimiz Apaqxon Xo'jamning vasiyati bizlar kim murid muxlis amir baglari uchun muqaddasdir deb qo'l bog'lab turib so'z boshladi. Malika Muhtaram xonimning maslakdoshi Ostona amiri Mirza Alimshah. Naib xon olilari buyuk saltantimizning qonunluq vali ahdi xon xo'jisidir. Xon xo'jam olilari texi kichik bo'lsa qishida qalamdimu, alamdimu kamolatga yetgan buyuk Saidiya xonlar nasabidan bo'lgan Bahodir validasi xon og'chi xonim ham bordir. Biz xon xo'jam bilan janobi podshoh xonimni haqiqiy saltanat posiboni deb bilgaymiz. Her bir farmon yorliqini marhum Apaq Ishon xon xo'jamning yorliqi deb bilib, bajon dil farmon berdor bo'lgaymiz. Mirza Alimshahning gapi tugishi aman Malika Muhtaram xonim tarafdordagi amirlar bir ig'izdan Malika Muhtaram xonimga bay'at qilganligini bildirishdi. Xonim podshoh olilari zinhor g'azab qilmag'aylar. Merhum xon xo'jamning musibatini nazarda tutib, saltanat ishlarini a'lo bilgaylar. Malika Muhtaram xonim yilqi 10 nafar amirni yo'shurun qatl qilgandan keyin o'g'li Naib xon Hasan xo'ja nomidan yorliq tushirib, ularning mansab martabasini o'rdadagi o'zining qo'llovchilariga elib bergan edi. Yuqori darajalik amirlarning Malika Muhtaram xonimga ko'rsatayotgan hurmat inovatini ko'rib, boshqa amirlar yana bir nima deyishga petnomidi. Yorliq dedi Malika Muhtaram xonim Mirza divonining amiriga qarab. Mirza Alimshah janoblari bilan Mirza Barat Axun Aylam hazratlari Qashqarga berib, Jannat makon xon xo'jam olilarining oxiratlik ishlarini bir taraf qilg'ay. Qashqarning noibi va amiri Yahya Xo'jazodamga tasalli bergay. Boshqa barliq o'rda arkonlari atidan boshlab kunda 3 vaqt qori divon mahkamasiga kelib, ro'yxatdan o'tgay. Har qanday g'onayi sabablar bilan yorliqqa xiloflik qiluvchilar jazoga tortiladi. Rahmatlik xon xo'janing qotillari tutilib to'liq tahqiqlanmaguncha o'z oldiga bosh-boshdoqlik qilib, gumon bilan o'zga suduktiklarga zulm sog'uvchilar, o'lim yetim vaqasi paydo qiluvchilarning birdek kallasi ilinadi. Lashkari divon qarmog'idagi barliq sarkardalar birmu lashkarini oston sirtiga ochiqmag'ay. Zarur lashkari ishlar bo'lib qolsa, xon xo'jam bilan kengishib, ayrim farmon tushirgaymiz. Avamning xotirjamligini, ostonning tinchligini nazarda tutib, bugundan boshlab Shamdan bomdatgacha ostona ko'chisida kechasi yo'l yurish qattiq ma'ni qilinadi. Bu ishlarga amonlik divoni bilan ostona yotish mahkamasi mas'ul bo'lg'ay. Farmonga xiloflik qiluvchilar zindonga mahkum. Malika Muhtaram xonim bir oz turib olgandan keyin gapini yana davomlashtirdi. Butkul el yurt marhum Jannat makon xon xo'jamga matam musibat tutqay. To'y to'kun hit oyamla nag'mi navosiz o'tkazilgay. Rangdor igin kiyilmagay. Shirin suxan so'zlar, chaqchaq latifalar tark etilgay. Baravat maishatlar cheklangay. Bu xususda her qaysi yurt oymoq, ko'cha rasta, dang saroy, Rabat, Qalandar xonlarga jakarcha chiqarilgay. Xonim podshoh olilarining yorliqiga farmon berdormiz. Xonim podshoh olilari salomat bo'lg'ay. Amirlar ta'zim bajo keltirib, shohnishimdan ayrildi. Shunda qilib, Malika Muhtaram xonim o'g'li Hasan xo'jaga Xo'ja Mahdi degan saltanat nomini berib, taxtda rasmiy o'tirg'izdi-da, o'zi parda orqasida turib, saltanat ishlariga riyosatchilik qildi. Bu yerdagi Xo'ja Mahdi degan so'z yo'l boshlovchi xo'ja degan ma'noda ekan.
5. Abbaq Xo'janing cho'ng o'g'li Qashqarning noibi va amri Xo'ja Yahya Qashqar diyoriga musibat jakorlagan bo'lib, Qashqar shahrining ko'cha dastirida Sulki ishqiya muritlarining, So'pi darvishlarning, Hidoyatullo Ishonning musibatiga atab o'qigan munojotlari, hukmatlari, jari tortib huvlashlardan o'zga ovozlar anglanmaydi. Savdogarlar, hunarvan kasiblar, uşaq tijoratchilar, chor bozorchilar, oshpaz, navoiy, somsipazlar, kavobchilar ilgirgidek mallarga xaridor chaqirib tovlashmaydi. Olar menmu, sotar menmu sukutlik past ovozda savdo qilishadi. Oq rangdan o'zga ranglarda kiyim kiygan, unligrek ovozda so'zlashgan, chiroyda kulki tabassum paydo qilgan kishilar ko'zga chiliqsalar, shaharda itning qurtidek mig'ildab ketgan xufiya payloqchilar, yoyi do'rg'ilar, mirshab, pashshabaklar ko'rganli yerda urib, so'qib dumbalaydi. Put-qo'llarini bog'lab zindonga tashlaydi. Xo'ja Hidoyatullo Ishon, dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonga atab yasatqizgan hashamatlik katta maqbaraga o'zining buncha alrab dafn qilindiganligini zinhor o'ylab baxmagan edi. Mana endi yangidan yasilib bitgan bu katta maqbara son-sanoqsiz sulki ishqiya muritlarining tavobgohiga aylangan edi. Har kuni degudek necha minglagan sulki ishqiya muritlari va oddiy avam Qashqar shahrining to'shik darvozasi orqali Yog'dudagi Hazrat Mozorga oqatdi. Boshqa yurtlardan kelganlarningmi oyog'i uzilmaydi. Bu tavobchilarning haza qo'shoqlaridan, yoqa yirtib yig'lashlardan Hazrat Mozori larziga keladi. Bu mungluq, hayvatlik, ta'sirlik yig'i sadosi yiroq-yiroqlarga anglanib, kishilarning ixtiyorsiz diqqatini tortadi. Hazrat Mozorni tavob qilib, hafta-haftalab uyga qaytmagan ixlosmand muridlar maqbara atrofida to'pchanglarga ko'milib yetishadi. Hidoyatullo Ishonning avliyoligi ko'rsatgan kashfiyu karomatlari haqida kuniga necha xil hikoyat, rivoyatlar to'qiladi va ig'izdan ig'izga ko'chib atrofga tarqaladi. Bu hikoya rivoyatlarni vaiz so'pilar og'zi tilib, uni putib ketguncha yangi mazmunlarni qo'shib so'zlaydi. Qosh qaraygan mahal Qashqar amri Xo'ja Yahyoning xos hujrasiga 10 necha nafar ishonchlik yaqin kishilari jo'g'langan edi. Bularning orasida Malika Muhtaram xonim Hidoyatullo Ishonning musibat ishlariga qarshi berishga avatgan o'rda Shayxul Islomiy Mirza Barat Axun Ailami bor edi. Dadisiga qorliq tutib, choch soqollarini o'stirayotgan Xo'ja Yahyoning chiroyi to'liq so'lg'in edi. Yig'idan qizirib, ishib ketgan ko'zlari suhbatdoshlariga umid bilan tikilgan edi. Kichik Xo'jazodining vali ahdi bo'lishida jannat makon Abbaqxon Xo'jamning ancha royi yo'q erdi, deb o't quyruqliq qilvatadi Mirza Barat Axun Ailam ichitib so'zlab. Kichik og'chi Malika Muhtaram xonim degan jodining g'ovg'asini besish uchunla inilari Hasan Xo'jani vali ahdi deb yorliq tushirgan. Azaldan tortib vali ahdilik bir shahzoda yoki Xo'jazodigalar boqimanda bo'lgan emas. Ori deb gap orildi Molla Saqi xalifa. Shayxul Islom hazratlari rost aytdi. O'z vaqtida jannat makon piri buzrukvorimiz Yahya Xo'jamni Qashqarning noib amirlik mansibiga tayin etgandimi vali ahdilik yorliqini billi tushirish muddaosi bor erdi. Keyin kichik o'g'itchining beshamlik qilishidan ansirab, g'alvasidan qutulish uchun kichik Xo'jazodini vali ahdi qildi. Janobi Abbaqxon Xo'jam hayot bo'lgan bo'lsa, ul yorliqni bekor qilishi turg'anli gap edi. Mushdimdak bir bolaning xon xo'ja bo'lib, saltanat taxtida yurtdorchilik tizginini tutib turmaqi ba'zi mushkuldir. Chunki kichik Xo'jazoda saltanat ishlariga ko'p xomdir.
Cennet makan Abbaqxon hocamның sen mazar ziyaretini ixtiyor etib, Ostandan aylar çağda ol kichik hocazodini Naibxon deb jakarlab, taxt saltanatga muakkal qilishi to'liq xato bo'lgan, dedi Mirza Barat Axun Aylam gapini davomlashtirib. Bu xususda o'rtada kengash bulunmaganligi uchun bizmi o'z muddaoyimizni bayon qilishga amalsiz qolgan erdoq. Hala bugungi kunda taxtni bir mazluma bilan bir balaning o'ngchi egallanishini o'ylamagan ekanmiz. O 10 nafar Amir Sipohbekning g'oyib bo'lib ketishi qandoq ishdir hazratlari? Gapga qo'shiq soldi Molla Naqiy xalifa. O'ylab baqsam, ul amirlarning tuyuqsiz yer yutib ketgandek g'oyib bo'lib ketishi bakmo g'alitidir. Onunğa oluşup Janobi Sultanul Muvaqqin Abbaqxon hocamning qasdga uchrab shahid bo'lmaqi texmo g'alita. Mana endi u ona balaning ordining yuqori mansab martabasini qo'liga elib olib, saltanat taxtida insofsizlik bilan o'tirmaqi texmo cho'ng g'alatdadir. Texmo cho'ng g'alatdir. Bu ishlarning tegida cho'ng bir sir asror bormikin deymina. Bizning gumonimizmi, ko'nglimizdagi shakmi ham shundoqdir, dedi Mirza Barat Axun Aylam. Ammoki bu g'alatlarni o'rtada hech kim tilga elishga petnamas. Chunki butkul saltanatning amri kabirlik mansibi texiychilar ul jodi mazlumning qo'lida turmoqda. Orda Yasavullah mahkamasining amirliginimi ul xunxo'r og'cha Oksi Muhammad Emin Bahadur Xon lashkarlari orasidan lashkari divonning sarkarligiga ko'tarilgan Mirza Sultan Begni tayin etdi. Orada hozir ul Dahri amirning qo'riqchiligida turmoqda. Oston amri Mirza Alim Shoh janoblari bo'lsa, azaldan ul jodi og'chining yinini ilib kelgan. Ular hozir xon og'cha kimni os desa shuni osidi, kimni chop desa shuni chopidi. Qilchilik hoya qilishmaydi. Boshqa amir beglarning gapi o'tmaydi. Shu topda yoqla itak bo'ldi, itaklar yoqa bo'ldi. Azali qismatdagi xonlik udum bo'yicha padar qazo qilgandan keyin saltanatga cho'ng o'g'il farzandning pozibon bo'lmaqi joizdir, dedi Molla Saqi xalifa. Abbaqxon hojimiz qazo qilgan bilan bizlar kim zotil aqtabdiri texi hayot turmiz. Xonliq taqtda cho'ng hojizodimiz o'tirmasa zinhor qoyil bo'lmasmiz. Bu ishlarda hojizodam haya qilib o'tirmag'ay. Padari buzurgimizning muboraktini texi so'g'ini yo'q. Bu ahvolda saltanat davosi qilsam, el yurt orasida fitna paydo bo'lib, saltanatning osoyishligiga daxli yetib qolurmikin deb ansirayman, dedi Yahya xo'ja. Zinhor ikkitayin bo'lmag'ayla hojizodam, dedi Molla Naqiy xalifa. Ikkinchi validalari mazlum kishidir. Onun ustiga inilari Hasan xo'ja saltanat ishlariga to'liq hamdir. Ayol kishi bilan kichik bola pasibon bo'lgan el yurt osonla xarob bo'lur. Avomning maishatlaridan barakat ko'tarilir. Shu sababdan otmaras ul saltanatni o'z tasarruflariga olmoqlari to'liq zarurdir. Ayni muttao, dedi Mirza Barat Axun Aylam. Molla Naqiy hazratlari hammamizning ko'nglidagi gapni qildi. U saltanat Janobi Xo'jazodamgila xo'p kelur. O'zgalarga zinhor yarashmas. Shunga Xo'jazodam sukut qilmag'ay. To'mirni qiziqida so'qmagan bilan keyin pushaymon paydo bermas. Pushaymon foyda bermas.
Oğul saltanatni hahi yaxşılık, hahi yamanlıq bilan qo'llarga almaqlıqları lazımdır. Yahya Hoca bu dəvətlərini anlap bir az oylanıb qaldı. Şu tapda onunmu taxtni tatib elib, dadısının İşan xanlıq saltanatiga varislik qilg'usi bor edi. Ammo xonliqning butkul huquqini qo'liga ilib olgan o'gay onasi Malika Muhtaram xonimga Yahya Hojaning ochiq oshkora qarshi chiqqudek madori yo'q edi. Bu taraflarini to'liq tushungan Yahya Hoja amalsizligini yo'shirmadi. Ondaqda bu ishlarning birər yaxshi tədbiri bormidir? Albatta bordir, dedi Mirza Barat Axun Aylam bomba saqilni silab turib. Saltanatning lashkari huquqi bizning qo'limizda bo'lmaganligi uchun ul muddaimizni xufiyona amalga oshirg'aymiz. Shayxul Islom Hazratim, ul tadbirni aniqroq bayon qilsunlar, dedi Yahya Hoja. Jannat makon Abbaq hocamning 40 nazrisiga u Hoja Mahdi bo'lmish inilarini taklif qilg'aymiz. Inilari bu taklifni topshirib olsa, padar buzrukning tuproq maqbarasini tavob qilish uchun Qashqarga cho'qim keladi. Albatta, ikkinchi validalari orzuliq Hojazodisini yolg'iz yo'lga silib qo'yishga xotirjam bo'lolmay, o'zimo birga keladi. Navoda Xon Og'chi Xo'ja Mahdi Xon olilarini Qashqarga berishdan to'sib qolsa-chu, deb Mirza Barat Axun Aylamning gapini bo'ldi Molla Saqi. Valida xonimning Mahdi Xon hojamni padar buzrukning maqbarasini tavob qilishdan to'sib qilishi zinhor mumkin emas, dedi Mirza Barat Axun Aylam cho'rtla hukm chiqarib. Chunki birinchidan Xo'ja Mahdi Xon olilari uchun padar buzrukning tuproq beshini tavob qilish, 40 nazrisida turib rizolik berish, xatmi Qur'on o'qish farzandlik burchidir. Uni bu niyatidan hech kim to'sib qolmaydi. Ikkinchidan, Xon Og'chi xonim o'g'lini bu cho'ng ishdan to'sib qo'ysa, o'rda va el orasida fitna fasod paydo bo'lishdan vayim yeydi. Shunga to'sib qilishga jur'at qilolmaydi. Uchinchidan, o'l Xon Og'chining murabbasining tuproq beshini tavob qilish yo'li bordir. Albatta, o'g'lini to'sib qololmagan ekan, o'zimo cho'qim birlik keladi. Shu sababdan ular sarmazor ziyoratiga kelishdan zinhor bosh tortolmas. Ular sarmazorga keldimi, bo'ldi. Cho'ng Xojizodamning saltanatni tasarrufiga olmaqi, xuddi beshidagi sallasini olganga o'xshash osonli ishdir. Undaqda ularni saltanatni cho'ng Xojizodiga o'tinib berishga majburlaymizmi, hazratim? Albatta, ishlarni chiroyli bitkizgaymiz. Misolan, aytaylik, valida Xon Og'chi taxtni cho'ng Xojizodamga berishga ko'nsa, kichik Xojizodam Qashqarning noibi va amirlik mansibida o'tirib, validasi bilan xotirjam tirikchilik qiladi. Navoda buningga ko'nmasa, zulm qilishqimi rag'batimiz bordir. Xulos kalam, Xon Og'chi xonim bilan Mahdi hojamni o'rdidan, lashkarlardan, yantayoq bo'lib atgan amirlardan ayirib Qashqarga keltirib olsakla, ul muddaimizni har bob bilan vujudga chiqarg'aymiz. Gap cho'ng Xojizodamning hayo va rahimdillikni tark etishiga bog'liq. Janobi Zotul Ahtab g'ozirimizning himmatiga sig'indiq, deb qo'shildiganligini bildirdi Yahya Hoja.